9-birinchi savol. 1 brom 2 metil butanning natriy bilan reaksiyasi natijasida birlamchi uglerod atomlar soni 6/5 marta kamaygan bo'lsa, ikkilamchi uglerod atomlar soni qanday o'zgaradi deb berilgan. Demak, 1 brom 2 metil deb beryapti. 2 metil butan. Demak, e'tibor beramiz. Birlamchi uglerod atomlar soni 6/5 marta kamaygan deb berilgan. Bu degani dastlab birlamchi uglerod atomlar soni demak 6 ta bor deb olaman. Keyinchalik esa birlamchi uglerod atomlar soni 5 taga teng bo'lib qoldi deb olamiz. Endi dastlabki moddamizning tarkibida ya'ni reaksiya kirishmasdan oldin 6 ta birlamchi bo'lish uchun uning miqdori nechaga teng bo'lishi kerak? Demak, birlamchilarni alohida belgilab olaman. Bunisi birlamchi. Mana bu uglerodimiz ham demak brom bilan bog'langan ham birlamchi, bunda ham birlamchi bor. Demak, 1 mol mono galogen alkan tarkibida 3 ta birlamchi uglerod atom bor. Endi o'sha birlamchilar soni 6 ta bo'lishi uchun ushbu moddamizning miqdori 2 molga teng bo'lishi kerak. 2 molning tarkibida demak necha mol ikkilamchi uglerod atom bor, o'shani topib olaman. Ikkilamchi uglerod atomlar sonini topish uchun demak bu yerda faqat bittagina ikkilamchi bor. Mana bu uglerod atomi ikkilamchi. 2 ni 1 ga ko'paytirsam bitta bo'lgani uchun ikkilamchilar soni 2 mol bo'ladi. Bu dastlab. Dastlab 2 molga teng bo'ldi. Xo'p, endi e'tibor beramiz. Dastlab birlamchilar soni 6 mol bor edi, keyinchalik birlamchilar soni 5 molga teng bo'lib qoldi. Demak, ma'lum bir miqdor sarflangan. Dastlab 2 moldan demak hammasi sarflanmagan, ortib qolgan dastlabki moddamizdan. Demak, reaksiya kirishtirib olamiz. Bunga 2 hissa oshadi. Plus bunga qo'shamiz natriy metali. Bundan 2 mol. Va bizda natijada hosil bo'ladi quyidagi tarkibli alkan. Bu yerga nima? Tepada bitta metil, bu ikkalasi qo'shiladi. Bunday holatda alkan hosil bo'ladi. Endi hosil bo'lgan yangi alkan tarkibidagi birlamchilar soniga ortib qolgan dastlabki demak alkil galogenit tarkibidagi birlamchilar sonini qo'shadigan bo'lsak, jami 5 ta birlamchi bo'lishi kerak. Farqini topadigan bo'lsak, demak dastlabki moddaning tarkibida nechta birlamchi bor, shuni hisoblab olaman. Demak, bu birlamchi, bu ham birlamchi va mana bu ham birlamchi. 2 ko'payguncha, demak 6 ta birlamchi bor. 6 ta birlamchi. Birlamchi demak 6 ta bo'ldi. Endi hosil bo'lgan alkanning 1 mol tarkibida nechta birlamchi uglerod atom bor, shuni hisoblaymiz. Demak, bu birlamchi 1, 2 ta, 3 ta va 4 ta birlamchi uglerod atom bo'ldi. Demak, 6 ta birlamchidan o'zgaryapti. Bizda 4 ta birlamchiga. Demak, 6 dan 4 ga o'zgardi degani shunda farqi delta deyman, birlamchi uglerodlar soni farqi bizga 2 molga teng bo'lyapti. 2 mol farq. Yuqorida farqni oladigan bo'lsak, 6 dan 5 ga o'zgaryapti. Bu degani birlamchi uglerodlar soni farqi 1 bo'lishi kerak degani. Demak, farqimiz 1 mol bo'lgan vaqtda birlamchi uglerodlar soni shunda hosil bo'lgan alkanning miqdori 0,5 molga teng bo'ladi. Sarflangan dastlabki moddaning miqdori esa 1 molga teng bo'ladi. 1 mol sarflangan. Demak, dastlabki miqdor buning mol 2 mol edi. 2 moldan 1 mol sarflangan bo'lsa, 1 mol ortib qolgan.
Demak 1 mol ortib qoldi dastlabki moddamiz. Ya'ni quyidagicha olishimiz mumkin. Dastlabki moddadan ortib qolgan tarkibda nechta ikkilamchi uglerod atom bo'lishini hisoblayman. Demak, bunda mana bu ikkilamchi bitta. 1 molda demak ikkilamchilar soni bitta bo'ladi. Endi hosil bo'lgan yarim mol alkanning tarkibida nechta ikkilamchi uglerod atom bo'lishini hisoblaymiz. Uning uchun alkanning miqdori 0.5 ni ko'paytiraman. Ikkilamchilar soni demak bunda 1 2 3 hamda mana bu yerdagi bilan 4 ta bo'lyapti. 4 ga ko'paytirsam hosil bo'lgan alkan tarkibida 2 mol ikkilamchi bor. Ortib qolgan alkilga alangan tarkibda bitta ikkilamchi bor. Demak, jami ikkilamchilar soni 2 plus 1. Ya'ni 3 mol bo'lyapti. Dastlab ikkilamchilar soni 2 mol edi, keyinchalik 3 mol bo'ldi. Bu degani 3 taqsim 2. Ya'ni 1,5 marta ikkilamchi uglerod atomlar soni oshmoqda.